Assalomu alaykum. Oltiariq chorva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan opa singillar. Sizlarga hozircha 5-6 ta zo'g'larimiz bor obunachilar. Ko'ringlar, xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsaling, manfaatli zo'r video bo'ladigan umiddamiz. Zo'ridan kerak sigirim tagiga qo'shaman. Sigirim bolasi tug'di, shunga sherik qilpaman. Deganlar tavsiya beriladi. Naslli fermadan chiqqan bo'lish kerak. Inotasi katta bo'lish kerak deganlar tavsiya berilaveradi. Arqa tomonlari ham o'ta ham kelgan sut yo'nalishda xunajin. Janob tepadan qaranglar. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'ringlar obunachilar. Aksiya narxlarda xudo xolasa zo'r narxlarda qilib beramiz. Qochma xunajin so'raganlarga qochma xunajin ham bor. Bu to'qol ekan, hammasimi? Menimcha bir oylarda shox chiqib qolsa kerak. To'qol shekilli janob. Qip-qizilidan kerak deganlarga, qara, oyoq qo'li baquvvat tetigidan kerak deganlarga. Bardona topib qo'yildi obunachilar, haligi ichotardan o'tganidan, o'lim holatidan o'tganidan, nima bersalaring yedoxonidan bardona kelib qoldi obunachilar. Ishonarli yaxshi narsa kerak deganlar puliga nimasi yo'q. Olsam zo'ridan olay, sigirtaga qo'shib boqib olaman yo soskada, mana soskada berib boqib olaman deganlarga tavsiya qilinaveradi. Enalari 30 dan tepasida 30 litrdan 42 litrgacha sut beryapti. Endi olgan fermamda odamdan etishi bo'yicha men o'zim ko'rib olganman, shunaqa beryapti deyishdi. Ammo ko'rgan odam tashab ketmaydi buni. U turishini qarang. Uzuni ham uzun, sifatan o'shim kelib qo'ygan. Shu uzuni ham uzun, kallali ham qoshlari ham boshqacha ekan, janob. Hali tumshuq uzundan basaganda kalta ekan, tumshuqi ham. Ha, xudo xolasa olgan odam nazar qiladi. Yurishini qarang. Odamlar qasdan aylanib yuribdi. Kichkina tug'ilgan biz. Anaqa yurinchi yuramiz ekan. Bu qaranglar yurishini janob. Oyoq qo'llari o'ta ham kelgan. Endi buni narxini aytib o'tib ketamizmi yo narxlarga qo'shib ketamizmi? Ya, aytib ko'ramizda. Narxini Bobur aka yopishtirib haligi 20 million narxlar aytib olmaydi. Odamlar aytyapti endi bitta aksiya qiling. Mana shu bir dona kelib qolibdi o'zi. Bitta aksiya qiling. Dangal odam bo'lsa, shuni telefon qilib oldim deydigani bo'lsa 18.5 ga beramiz. 18.5 bir oylik-a? Bir oylik. Unaqa oldi ketdi gap yo'q. Sifatga qarab ishlashaveradi. Obunachilar bunaqasi ana xuni kanallarda chiqmaydi. Bir oylik xunajin 18.5 million. Bor, 3 oyligi ham bor, 20 millionga faqat sifatga, hali boshqasiga qarabda hamma narsa. Bu tepasini qaranglar. Tepasida ham tuxum turadigan bo'lib qolibdi. Videolar chiqib. Mana to'piga qarab yaxshi. Haligi obunachilar haligi oq ko'p, haligi xunuk, buzoq bas ekan. To'g'risi menga yoqdi. Men sizlarga tavsiya beraman. Sigirlaring bo'lsa, tagiga qo'yib yuborib boqsaling yaxshi narsa. U kallasini hozir ko'tarib olyapti. Kallasi tushib tursin-da. Zo'q, o'ta ham boshqa narsa bo'lib qoladi. Odam yo'q bo'lgan. Pulpoq boshqacha narsa ekan. Buni agar enan tagiga qo'yib yuborishsami, sigir tagiga. Mana dodni boradi, bu munqaraydi. Sigir tagiga shuni qo'shasizlar, faqat onliga o'zgaradi, xudo xolasa. Faqat onliga o'zgaradi. Men vaskaldaga o'xshaydi. Endi narigilar ko'rsatamiz. Joningiz sog'liqlar, turishini qaranglar. Mashalloh deb kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar obunachilar. Balag'adan olib kelib qo'yilgan 3 dona. Bitta qilib tashlayman, bitta qilib qochiraman deganlarga 3 dona topib qo'yildi. Siraza aloqaga chiqaverasizlar. Bu Bobur akamiz o'zlari sigir qilaman deb sekin bitta qilib terganlardi. Hozircha nima qilib qoldimi? Endi qarasam hamma hali katta onachim bor, 10 oylik bir yashar onachim bor deb menga chiqaveradi, hech qaysi bir insonga nasib qilsin deb beraveryapman. Qadrli obunachilar, sotishga ham nima bas. turishni qaranglar, janob. Kimgadir hali qidirib, istab, qiziqib yurgan bo'lsa deb chiqarilgan. Janob, haqiqatan ham zo'r ekan, haligi ranglari u hamma tomon zo'r ekan. Ko'z tegmasin. Janob, turishlarni qaranglar. Bir xilda. Budalari ham. Begizaga o'xshadi. To'ppa-to'g'ri, qaranglar. Mashalloh.
Egizakka o'xshaydi qarang. Xudo xolasa bularni ham narxlari yo'lida aksiya bo'ladi. Chotki bo'ladi. Kommentariyada obunachilar xohlagan fikrlarni yozaveringlar. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon. Xudo xolasa narxlar arzonlaydi. Bizning kanalda boshqasida bilmadim-ku. Mana janob. Yoshi 10 oylik 1 yashar atrofida. 10 oylik 1 yashar atrofida. Ha, shu 10 oy 1 yoshga yetgani yo'q, lekin 10 oylikdan baland. Eti ham yaxshigina. Turishni qaranglar. Xudo ham tepalar razaga borgan ekan. Qarang, hozir narigina ertaga misol bitta sutemda chiqdi. Bu 3 ta, keyin 7 oylik bo'g'ozimiz ham bor. Uni ham qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Endi bularda hammasi 10 oylikdanmi? Shunaqa to'g'risini endi bittasi filosofiyasiga bo'ladi-da baribir. Uni qaranglar, monsin uzunligini, rangi ham kelib monsin qaranglar. Bularda uchovini bitta joyga olib borib, tagiga qurg'ular sepib, zo'r qilib qarasa borim, u go'nglari tushib, silyoslarni o'ttirib qoldirsalar, kundan kunga shunaqangi o'zgaradi, zo'r ketadi. Zamonda esa ish ko'p, kamiga mol ham ko'p, bunaqa tayin tozalarimiz, masjiddan tayin asfalt misol, bitta odam tayin bo'lish kerak, misol, mana cho'g'ini olib, bittani vosita olib qo'shib qo'ysa, quruqlar tayin chiroyli qilib boqsa, shunda qashlatib, shu narsa bo'lib qoladi. Qiziq tanish qo'g'ozi qiladi. Endi biz vaziyatimizga qarab tozalaymiz. Yana hali molxonani tayin tozaladigan gaplar ham bo'ladi-da. Kommentariyada bittasini o'qigan edim lekin. Bu nabarot yumshoq ham turadi, ham go'ng issiqliq u so'qatmaydi mollarga. Issiq turadi. Buzoqlari, baqbaqalari, kallalari, oq tumshuqlilari hamma tomoni kelib ekan. Mana shular primerni nechilar chiqadi? 300-350 chiqadimi? 300 bo'lsa kerak, 350 chiqadi. Nariga 350. Mana shu 300-350 atrofida. 300dan 350 atrofida. Endi bahorga chiqib qo'yaveradi. Bahorda 2-oylarga qochsa, balki gigant narsa bo'ladi. Hozir qo'ysangiz, kichikroq bo'lib qoladi. Bahorda o'rtalarga qo'ysa, zo'r narsa bo'ladi. Ammo bu ichiga bola tushib qolgandan keyin o'zi narx ko'tarilib ketaveradi-da. Haligi pulim tushib turgani, desalang obunachilar, shuni olasizlar, yem-pemni olib berib tursalang, pulni yanada ko'paytirib yuboradi. Haligi pul ushab turgani desalang ham pulni ko'payib ketadi. Narmani pul qoladi o'zi. To'g'ri. Endi haligi ishonarli joydan olaman, 3 dona qilib olaman bitta buqasi bilan egalarga. Nonga solib qo'shib qo'yishda, misol. Ha. O'g'da shu bir partiya mol oladi. Mana oyoqlari. Endi buni narxlarini ayting, yopishtirib, zo'r qilib, yillarni ko'rsatib qo'yaylik. Agar uchovini bitta joyga olaman, dangal olaman desa, yillari zo'r. Yillari chonki. Zo'r bo'lsa bo'ldi. Baholasa zo'r narsa. Necha odam o'rganmagan ekan, to'g'ri. Nafis bor ko'rinmaydi. Kelib ustida ko'rsa, tashab ketadigan mol yo'q bu yerda. Bunday qarang, o'zingiz misol semizligini qarang, janob. Tashab ketasiz, misol aytmayda ko'rsangiz mashina molni. Olgis keladi-da. Men borgan joyimga yoqib qolsa, u 500 ming 1 million molni qimmatlashtirib qo'ymaydi. 3 million qimmat ol, menga yoqib qolsa bor-ku, 3 million qimmatga olsam ham foydada chiqaboraman. Endi Alloh chunki haligi ertadan keyin sotaman desam ham yaxshi-da, va bu. Pulimni ushab turgan olib qo'ysam ham avvalo Allohdan rizq beraman desa, qimmat moldonni baribir ustida rizqini beribdi. to'g'ri. Sigir ham qilib yuboramiz. Sigir unaqa bo'lsa. Endi bular uchovini bitta joyga olaman deydigan bo'lsa, dangal odamlar bitta joy qiziqdi moliga deb ras ko'yni ketib, jiz etgan bo'lsa, 105 millionga beramiz uchovini. Nech bilan bo'ladi? Donaga hisob kitob bo'ladigan bo'lsa, 30, 32, 33 bo'ladi. Qaysi? Ashi o'ttada 30, narchikada 32, mana unisi 33. Mo 33. 33.
Yonda 30, nari yonda 32. 32. 105 ga o'sha bo'ladi. O'shanda kamini qilib beramiz. 105 ga 105 demasdan. Yo, hozir o'zi narxi zo'r. Chunki qarangda, 6 oylik o'zaychani ko'rdim. Ular ancha kichkina 30 million deyapti. Bo'lsa 500 ming tushib beradi. Unaqa tushib bermaydi. Ho, 30 million deyapsiz? Hı. Ashini 500 mingdan cho'yidan ham tushib bering. Bunga 500 ming, bunga 500 ming, Bitta bunga joyga 500 ming. tushib beraman. Ha. Tanlab oladigan bo'lsa, ko'ramiz, razaka. Mana shu videoda bitta tushib bering 500 mingdan. Telefon qilish olsang kelishamiz. Hech bo'lmasa birortasiga 500 ming o'tib bering endi. Mana shu chekkadagini 31,5. 31,5 qilib berasiz. Haligi donalabga olsa 31,5. 30. 30-chi? Agar o'sha olsa 105 million bo'ladi, kami bo'ladi. 105 million kami bor. Kami bo'ladi. Bitta joyga olsa. Bo'ldi, obunachilar. Videoda Endi yaxshi bo'ladigan bitamiz mollar. Babaqalar, yeyishlar o'tayam bor. Ha. Rivaznoysiga, xudo xolasa tuqqanda 35 litr, 30 litr o'ynatib beradigan 7 oylik gigant narsamiz bor. 7 oylik bo'g'oz bu. Aha. O, tepalar ham. Chiq. O'qani desa. Belki o'tgan tagida o'lmadi. Bashi bir qilib ustida ko'rpez bo'lsa, qishda so'qasiz kelyapti işte. O'qani. Haqiqatda tepalarga kevorgan. Chotki narsa. Nech pul narxi? Holatini yaxshilab ko'rsating, mol zo'r. Xudo xolasa yillari behijolat, hamma yo'g'i garantiya, hali bo'g'ozligini tekshirib olaveradi. 2 oy, 2,5 oyda tug'ib beradi mol. Uzog'i bilan 2,5 oyda tug'adi. Endi 7 oylik holatini 70 million deymiz-da. 7 oy 70 million desa. Oma sizga 6 oy bo'lganda 60 millionmidi? 6 oy bo'lganda 55 million edi. Endi bu yelini to'rala yeliniga javobmi? Xudo xolasa chotki molda aybi nuqsoni yo'q. Mana vaqator ko'rsatingda 70 ga o'taveramiz. Chicha bo'ladi hamma narsa. Ona sutda haqiqatda chempioni. Xudo xolasa hali hijolatlanadigan. Firmada eng sutdor sigir shu bo'lgan. Haqiqatan ham baqqallab ketdi. 80 ta sigiri Hozir sutdan chiqib ketgan-a? Ha, sutdan chiqarganman o'zim. Zo'rg'a chiqardim o'zim. 70 ta 80 ta sigiri bo'lsa, eng o'ziga yoqqan sigiri shu bo'lgan. To'g'ri, go'dasi unaqa vahim bo'lmaganmi, ammo suti yoradi. Telefon nomerlari obunachilar 91 159 40 aloqaga chiqarasizlar. Narxlarini o'ta ham zo'r qilib beradi. Yaxshi gaplashib, zo'r muomala ish muomala qilsalaring obunachilar, yaxshi narxlarda qilib berishadi. Endi qarangda, ideallarni ko'rsalaring, sinalgan nima deya Germaniyalardan video qo'yapti. Gap yelinda bas deyapti. To'g'ri. Men yaqinda chiqaryapman, bu yelin unaqa katta-da. Meni o'zimda sigirlarim ham yelini kichkina-yu 57 litrgacha beradi. Yelini mana unday bo'lib osilib ketib 15 ta sut berganda, jicha yelin bo'lsa, spak chiroyli bo'lsin, yelini orchag'ini shunday suqqanda 35 litr sut olsin. Ona menga o'sha fermer doktorning aytishi bo'yicha, shu fermerning doktorining aytishi bo'yicha eng sutdor sigir shu bo'lgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmasdan kuzatishda davom etinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz. Videoda davomida xato va kamchiliklar yo'q qo'ygan bo'lsangiz, biz so'raymiz. Keyingi videolarda buni to'g'rilashga harakat qilamiz.